Mana $10,000 mukofot, bundan tashqari yana $5,000 mukofotlari ham bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida nufuzli Mister Olimpiya musobaqasida 1-chi, 2-chi, 3-chi xullas nechta o'rin bo'lsa, hammasini biznikilar olishdi. Xullas biz Xonsaroy jamoasi, oila a'zolarimiz Baxshulla aka, Jahongir aka hamda Ro'zibek akalarni kutib olgani Toshkent xalqaro aeroportiga chiqdik. Ularga akalar, Kachok akalar kelyapti. Hozir kutib chiqdik. Ularga qimmatbaho sovg'alar bor. Yana bir narsani alohida ta'kidlash kerak, bu Mister Olimpiya musobaqasida O'zbekiston tarixidan birinchi prokart hisoblanadi. Ya'niki bu natija tarixiy natija. Tabriklaymiz. Xonsaroy qurilish kompaniyasi nomidan mana $10,000 pul mukofoti. Qarsaklar bilan Xonsaroy kompaniyasiga kattakon rahmat. Mana shu borib kelishimiz, hammasini Xonsaroy qilib bergani uchun kattakon rahmat. Xudo xolasa bundan keyin har doim mana shunaqa ishonchni oqlashga harakat qilamiz. Rahmat. Qarang, bu narsani tushunmaydi. Bu narsa O'zbekistonda hali bo'lmagan. Mister Olimpiya boshqa sportlarning olimpiadasida, bodybuilding uchun olimpiyadan hali chiqqanlar bor, o'rin olganlar yo'q. Birinchi marta chiqib, hammamiz o'rin olib, prokarta bu degani mana boksda ham lyubitelskiy boks bor, professional boks bor-ku. Jahongir professionallar bilan kurashadi endi. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan, tarix yaratildi. Xonsaroyga o'xshagan saxiy tadbirkorlarni yo'llantirib qo'yadi, ularning ishiga omadini berib, mana bizga o'xshagan sportsmenlarga yo'l ochib berib, sharoit yaratib beradi. rahmat. G'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. G'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Qadrli do'stlar, sportchilarimizni hozir kutib oldik. Hamma Xonsaroy oilasi shu yerda. Xonsaroy oilasi tomonidan $20,000 vaucherlar sovg'a qilindi. Hozir ota-onalari bilan bayramona shukuhda. Endi biz kutib oldik. Endi u yog'i endi bayram endi uyda bo'ladi, xudo xolasa. Sportchilarimizga bundan keyingi xudo xolasa ishlarida omad tilab qolamiz. Xudo xolasa O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarishda tilakdoshimiz o'rtoqlar. Xonsaroy oilasi doim sizlar bilan.